Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun yangi gullarimiz keldi. Bu yangi gullarimizni ko'rib turganinglar joylash jarayonidamiz. Ozgina betartiblikka e'tibor bermaysizlar. Bu gullarimizni sekin-astalik bilan joylab boramiz. Xudo xolasa tashqarida sovuq, lekin ichkarida bahoriy kayfiyat. Lekin mana bu gulimiz dekabrda gullaydigan dekabrist gulimiz. Ko'rib turganinglardek soni hozircha cheklangan. Bu sariq rangda ochiladigani, juda ham chiroyli holatda ochiladi. Mana ko'rib turibsizlar. Agar mana shunaqa gullar chiroyli holatda sizni ham uyingizda gullab turishni xohlasangiz, bizni gulxonamizga tashrif buyuring va gullardan bahramand bo'ling. Mana bunimiz esa endi taqir-tuqurlarga e'tibor bermaymiz. Zamiyani qorasi. Bu gullarning narxlari, holati haqida sizlarga to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, Telegram guruhimizga o'tishinglar mumkin yoki issiqxonamizga kelib, gullarning narxlari bilan tanishishinglar mumkin. Mana bu yoqda antyurumda har xil turlardan mavjud. Pushtisi ham bor, oqi ham bor. Chekaroqda esa ayol baxtlari. Antyurum gulimizni mana shunaqa noodatiy ranglaridan ham mavjud, lekin bularning soni juda ham cheklangan. Mana bunaqa ranglari ham bor, oqi bor. Aglanima krit degani bor. Xo'stalarimiz bor. Xo'sta keyingi yilga ham chiqadi. Bu kalateyalarimiz, bu sensatsiyalar. Difinbaxiya. Shunaqa gullarimiz turlari juda ham ko'p. Bularning har birining narxini aytib chiqsak hozir vaqtimiz yetmay qolishi mumkin. Shuning uchun to'liq ma'lumot Telegramda yoki shu yerga jonli kelib ko'rishinglar mumkin. Bu antirumlarimiz 90 ming so'm atrofida gigant sorti. Juda ham mashhur bo'lgan sorti. Mana bu yoqda esa mana bunaqa manzara bizni kutib olyapti. Ko'rib turibsizlar, paxira. Juda ham chiroyli holatda. Shu paxiraning narxi 650 ming so'm. Mana azaliyaning eng katta holatdagisi bizdagi. Buni narxi 300 ming so'm. Juda ham chiroyli, ko'rib turganinglardek. Bu azaliyaning ajoyib xususiyati shundan iboratki, bu sovuqni yoqtiradi. Hozirgi kunda tashqarilarga ham ekish harakatida bo'lishyapti. Mana bu garitsamizga bitta e'tibor qaratinglarchi, ko'ringlarchi, nima deyapti bu jamiyat. Juda ham chiroyli holatda, bu bahorda ochiladi. Bunimizning narxi 350 ming so'm atrofida. Kimga shunaqa gullar kerak bo'lsa aytib o'tyapmiz. Issiqxonamizga kelib, issiqxonamizda gullarning sharoitini ko'rib, gullarimizdan bahramand bo'linglar. Mana bu osma gullarimiz. Bular narxi 55 ming so'm. Azaliyalarda 90 ming so'm, 60 ming so'm ketaveradi shunaqa qilib. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, mana yuklarimiz yangi kelgani uchun hali ochib ham ulgurganimiz yo'q. Mana bularni ham salafanidan chiqarmadik hali. Sekin-astalik navbati bilan hammasini joylab, chiroyli holatga keltiramiz. Mana bu juda ham chiroyli va katta holatga kelgan sensatsiya. Bu gullamaydi, gullaydi, unaqa chiroyli emas. Bunimizning narxi 160 ming so'm atrofida. Yana ham to'liq ma'lumot Telegram kanalimizga kirsanglar, shu yerga joylab boramiz. Ko'ryapsizmi buni? Havoni tozalab, har qanday iflos havo tozalayman deb turibdi jonivor. Mana yana ham ajoyib gullarimizdan yana biri gardeniya hisoblanadi. Bu gardeniya ham suvni yoqtiradi, sovuqni yoqtiradi. Bunimizning kattasining narxi 200 ming so'm atrofida. Mana bu jonivor yiqilib ham tushdi yonidagisi. Ko'rib turibsizlar, mana g'unchalagan. Suvni ko'p ichadi. Agar suvni kam berib qo'ysangiz, g'unchasini to'kish ehtimoli bor. Mana buni hozir to'g'rilab qo'yamiz. Davom etamiz gullarimizni kuzatishda. Mana bu yoqda azaliyani mana bunaqa ajoyib bejirim ranglaridan ham mavjud. Bularimiz narxi 55 ming so'm atrofida. Mana gardeniyani mana bu yoqqa qarasak, gardeniyani kichigi ham bor demoqchi edim. Bu yoqda kratonning kichigi bor, sarig'i bor, qizili bor. Mana bunaqa katta holatdagilari ham mavjud. Aytib yurmaysizlar, hali beri bularni ochib ulgurmadik. Mana buni narxi taxminan 200 ming so'm atrofida. Mana gardeniyaning kichigi.
Gardeniyani kichigi ham juda chiroyli holatda, peshnik ko'rib turibsizlar. Ofislar uchun, xonalar uchun, bolalar xonalari uchun mana bunaqa ajoyib gullarimiz bor. Nomini Hamelenomiya. Buni kimdir sifat filmda katta bargligi deyishib olyapti. Bunaqa ham deb qo'yaveramiz. Juda ham tiniq. Barglari jilov beradi o'zidan. Jilovlanadigan. Mana bunaqa katta bambuklarimiz ham bor. Bunimiz narxi 650 ming so'm. Juda ko'pchilik aytadi, narxi qimmat deydi. Tasavvur qiling, mana shuni bitta O'zbekistonda bironta dehqon shunaqa qilib yetishtirib chiqsa, nech pul deyishi mumkin edi. Qancha vaqt ketadi? Agar buni biz O'zbekistonda kimdir qilganda kamida $100 deydi. Kamida $200 demasa. Lekin Xitoy shuni yo'lga qo'ydiki, konver qilib olganini hisobiga narxlar arzon, hamyonbop. Narxini ham ko'rib turibsizlar, mana aytganimizda 650 ming so'm. 650 ming so'mga arziydimi yo'qmi? Kommentariyada yozib ketinglar.